Qur'oni Karimda, payg'ambarimiz ahadislarda aytadilar. Alloh taolo inson onaning qornida 4 oylik bo'lgan vaqtda uning rangini, tuzilishini, qomatini, hayotini Alloh taoloning o'zi belgilab qo'ydi. İnsonda rangini tanlash huquqi yo'q. insonda boshini, qulog'ini, burnini qaysi holatga keltirishlikning tanlash huquqi yo'q. Alloh taolo yaratgan, shunaqangi holatda bo'ldi. Undan keyin o'zgartirayotganlar Alloh taoloning xilqatini o'zgartirayotgan narsalar, bu gunoh. Mumkin emas bu. Va shu bilan birgalikda endi birov bo'yi past bo'lsa, birov semiz bo'lsa, birov rangi qora bo'lsa, biz uni ustidan kulamizmi? Yo'q. Biz naqshning ustidan kulyapmizmi o'zi aslida yoki naqqoshning ustidan kulyapmizmi? Biz naqsh. Bizni rangimizni qanaqaligi bizga bog'liqmi? Yo'q, birodar. Bizni rangimizni ustidan kulayotgan odamlar, masalan, bizni bo'yimizni ustidan kulayotganlar, bizni ko'zimizni ustidan kulayotganlar. Kimni ustidan kulyapti? Naqqoshni ustidan kulyapti, Xoliqning ustidan kulyapti. Shuning uchun ehtiyot bo'laylik biz.